Buvayda tumanidagi 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi stadionida mahrum Zuhriddin G'ulomov xotirasiga bag'ishlangan futbol turniriga start berildi. Turnirning ochilish marosimida Buvayda tumani hokimining o'rinbosari G'ayratjon Mamajonov, Poshopirim jome masjidining imom xatibi Hoshimjon Ergashev ishtirok etishib, o'tkazilayotgan bu kabi musobaqalar qishloqlarda ommaviy sportni rivojlantirishga, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Shu bilan birga, davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari safida yigitlik burchini bajarish chog'ida qahramonlarcha halok bo'lgan Zuhriddin G'ulomov haqida iliq fikrlarini bildirishib, yoshlarni marhumning qisqa, ammo vatan yo'lidagi ibratli hayot yo'lidan ibrat olishga da'vat etishdi. 12-maktab o'yingohida ajoyib xotira turniri o'tkazilyapti. Ushbu xotira turnirini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad nimalar deydi? Xotira turnirini o'tkazishdan asosiy maqsadimiz yoshlarimizni jamoaviy o'yinlarga birlashtirish, futbol musobaqasini yurtimizda rivojlantirish maqsadida bu ishlar amalga oshirilyapti. Mana qadrdonimiz bo'lgan o'zimiz mahallamizdan yetishib chiqilgan bir Zuhriddin akamiz bor, G'ulom Zuhriddin xotirasiga bag'ishlab futbol musobaqalarini uyushtiryapmiz. Albatta bundan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni bir jamoa bo'lib, bir vatanda bir xizmat qiladigan bandalardan bo'lishni biz niyat qilganmiz. Xudo xohlasa mana birgalikda akamiz bilan birgalikda mahallani uyushmagan yoshlari bilan albatta bu tadbirda chiroyli o'tkazishga niyat qilganmiz. Buning uchun bizga viloyat hokimimizga, Buvayda tumani rahbari bo'lmish Bekzod akamizga ming rahmat aytamiz. Barcha sharoitlar yaratilgan ichki ishlar xodimlari tomonidan hamda 103 tibbiyot birlashmasi xodimlari, favqulodda holat xodimlari tomonidan tumanimizdagi barcha rahbarlar tomonidan sharoitlar yaratib berildi. Bu yilgi musobaqamizda 15 ta jamoa ishtirok etyapti. Kuniga 2 tadan o'yin bo'lyapti. Bu maqsadimiz shu qishloq futbolini rivojlantirish, shu jiyanimizni xotirasiga qilib chiroyli o'yin qilmoqchimiz. Mahalla uchun, tumanimiz uchun, tumanimiz hokimiga rahmat. Mana bizni shu harakatimizga labbay deb yordam bergani uchun rahmat. Dastlab maydonga tushgan Poshopirim 2 va Baliqchi jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda 1-5 hisobi qayd etildi. Keyingi uchrashuvda Fayzobod 2 jamoasi Oltinqo'rg'on 2 jamoasini 2-1 hisobida yengdi. Xotira turnirining yakuniy natijalari bo'yicha keyingi ko'rsatuvlarimizda xabar beramiz.